Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyadagi migrantlarga ruxsat berilishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Taqiqqa qaramay muhojirlar yana taksi haydovchisi bo'lishi mumkin. Varapayevning so'zlariga ko'ra, Rossiya litsenziyasini olgandan keyin migrantlar taksichi bo'lib ishlashlari mumkin. Rossiyaning ayrim hududlarida yo'lovchi tashish taqiqlangan migrantlar rossiyalik haydovchilik guvohnomasini olgandan keyin yana taksi haydovchisi sifatida ishlashlari mumkin bo'ladi, deb xabar bergan Lev Voropayev Newsuru nashriga. Uning so'zlariga ko'ra, gubernatorlar migrantlarning xavfli haydashi tufayli bunday taqiqni kiritmoqda. Muhojirlarga taksi haydovchisi bo'lib ishlash taqiqlangan, chunki ular xavfli haydashadi. Ularning haydovchi sifatidagi maksimal yo'l harakati qoidalari nuqtai nazaridan tekshirilmagan. Ularning taksi haydovchisi bo'lib ishlash va mashina haydash imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun Rossiya pravasini olishlari kerak bo'ladi, deb iddao qilgan u. Voropayev haydash taqiqi barcha migrantlarga ta'sir qilmaganini ta'kidlagan. Qirg'iziston va Qozog'iston fuqarolari bundan mustasno. U bunday taqiqning asosiy sababini Rossiya yo'l harakati qoidalarini bilmaslik bilan izohlagan. Ushbu fuqarolar ko'pincha Rossiya yo'llarida baxtsiz hodisalarga duch kelishadi va xavf tug'dirishadi. Shuningdek, migrant taksi haydovchilari o'rtasidagi noo'rin xatti-harakatlar, yo'lovchilarni taqirlash muammosi ham mavjud. Ammo bu muammo 10 va 20 o'rinda. Hukumat birinchi navbatda yo'l harakati xavfsizligini nazarda tutadi, degan ekspert. Davlat dumasining MDH Yevroosiyo integratsiyasi va vatandoshlar bilan aloqa qo'mitasi raisining o'rinbosari Viktor Volodatskiy muhojirlarga taksi haydovchisi bo'lib ishlashni taqiqlagan Kursk viloyati gubernatori o'z hududiga fuqarolar xavfsizligi uchun mas'ul ekanini va tegishli qarorlar qabul qilish huquqiga ega ekanligini avvalroq ma'lum qilgan edi. Uning da'vosiga ko'ra, Kursk viloyati Ukraina qurolli kuchlari tomonidan hujumga uchramoqda va dushman muhojirlardan o'z maqsadlari uchun foydalanishlari mumkin.